Yurtimizda yong'in xavfsizligi chora-tadbirlariga katta e'tibor qaratiladi. Shu nuqtai nazardan Iqtisodiyot va pedagogika universitetida ham talabalar, professor, o'qituvchilar hamda ishchi xodimlar o'rtasida yong'in xavfsizligi bo'yicha keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Qarshi shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mutaxassislari ishtirokida o'tkazilgan tadbirlarda ham yong'in kelib chiqishining asosiy sabablari, uning og'ir oqibatlari hamda oldini olish chora-tadbirlari haqida muntazam ma'lumotlar berildi. Elektr jihozlaridan noto'g'ri foydalanish, ochiq olovga e'tiborsizlik va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilmaslik katta fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Is gazi sezilmaydigan, ammo o'ta xavfli omil. Is gazidan zaharlanish holatlari ko'pincha ehtiyotsizlik natijasida yuzaga keladi. Xonalarni muntazam shamollatish, gaz va isitish uskunalarining sozligini tekshirib borish, yopiq joylarda ochiq olovdan foydalanmaslik inson hayotini saqlab qolish uchun muhim omil hisoblanadi. Barcha talabalardan, aziz ustozlardan va hurmatli ishchi xodimlardan yong'in xavfsizligi qonun qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini so'raymiz. Beparvolik hayot uchun xavfli. Shunday ekan, xavfsizlikka har birimiz mas'ulmiz.